tabrik loyihasini kuzatuvchilari, ayni damda biz mana bugun Matluba opa va Quvondiq akalarni qizini Shukrona kunlarda, tavallud ayyomlarida, qo'shaloq bayramlarda, ya'ni Yangi yil kunida qizini uzoqda musofirda yurgan ota-onasi nomidan deymiz. Allohning nazarati tushgan, Allohning fayz va barakati yog'ilgan fayzli xonadonning fayzli mehmonlari, assalomu alaykum deymiz. Uzoq yaqindan tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanatlarimizni o'zimiz bilyapmiz. Bizni kechirgin qizim, kechirgin. O'zimiz o'zga yurtlarda yurishimiz zo'r, orzu havas emas. Bilaman ko'pchilik to'g'ri yo'lda emas. Musofir dadangni, onangni kechirgin qizim. Bizga yetmaganing menga ham alam qiladi. Bemehr dadangni, bemehr onangni kechirgin. Beğendin? Ben oldum. Bu oldu. Ben çift aldım. Yeni olayım mı? Ben yeni oldum. Bu oldu. Yürüyemsiz. Tahsili iştirmayapti, yaxshi ochilamiz. Muborak bo'lsin deymiz yana bir bora. Nurli tabrik loyihasini kuzatuvchilari, ayni damda biz mana bugun Matluba opa va Quvondiq akalarni qizini Shukrona kunlarda, tavallud ayyomlarida, qo'shaloq bayramlarda, ya'ni Yangi yil kunida qizini uzoqda musofirda yurgan ota-onasi nomidan tabriklash uchun keldik. Sanoqli soniyalardan so'ng sizlar bilan mana shunday ajoyib sovg'alar va professional jamoamiz bilan mana shunday Shukrona kunini birgalikda guvoh bo'lamiz. Barchangizga yangi yil muborak bo'lsin. Qani tabriklaymiz, muborak bo'lsin deymiz. Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Alkışlar koyamız, mübarek olsun deriz. Mana şu meşgul kunlar, qolaversa yangi yillar tabriklaymiz.
Avvalo assalomu alaykum deymiz. Allohning nazari tushgan, Allohning fayz va barakati yog'ilgan fayzli xonadonning fayzli mehmonlari assalomu alaykum deymiz. Uzoq yaqindan tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin deymiz. Mana bugun Nurli tabrik loyihasi ijodkorlari mana shu yerga kelishini va sizlarni bezovta qilishini asosiy sababi mana bugun Umida qizimizni shukrona kunlari, tavallud ayyomlari ekan. Bitta qarsiylarni chalib qo'yamiz. Avvalo assalomu alaykum deymiz. Umidaxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum. Bugun qanday kun? Tug'ilgan kunim. Qolaversa, Yangi bilasizmi, mana shu yerga Nurli tabrik loyihasi ijodkorlari sizni xursand qilish uchun, sizni tabriklash uchun kimning nomidan keldi deb o'ylaysiz? opam dadam. Kim aytdi uni? Qorbobo yuborgandir. Qorbobo keldilarmi? Ha. Albatta to'g'ri topdingiz. Ota-onangiz nomidan sizni tabriklab, qutlab keldik. Bo'lmasa mana shu yerda ota-onangiz sizga bir qator misralarni yozib, sizga tilaklarini bizga jo'natganlar. Ota-onangiz nomidan hamma oldida o'qib beraman. Assalomu alaykum qadrdonlarim, azizlarim. Bu kun sizlarning yoningizda bo'la olmaganimiz uchun sizlarga deyilgan sirlar bag'ringizga bosa olmaganimiz uchun sizlardan kechirim so'raymiz. Bizlar sizni juda sog'indik. Har biringizning o'rningizda bo'lardik. Allohimdan sizlar bilan sihat salomatlikda didor ko'rishmalikni nasib qilsin deya Allohdan duo qilamiz deyilgan. Bugun bizning o'rnimizni, yo'qligimizni bildirmay qizim Umidaning tug'ilgan kunida, quvonchli kunida yonida bo'lgan qarindosh tug'anlar, yaqinlarimiz sizlarga katta rahmat deyilgan. Umida qizim, sizni juda sog'indik. Bu muborak kuning qutlug' bo'lsin. Seni borsam bir-birimiz birgalikda, albatta yaxshi kunlarda, yaxshi shodiyonalarda senga ajoyib sovg'alar bilan yaxshi kunda albatta didorish, ko'rishish Allohdan so'rab qolamiz deyilgan. Senga dunyodagi eng ezgu tilaklar senga tilaymiz. Sen tug'ilganingda biz qanchalar sevinch, xursandlarga to'lgan bo'lsak, hozir ham ana shunday quvonib turmoqdamiz. Men bilan dadang Xudodan qiz bergin deya tilagan edik. Allohga shukr, senday ajoyib qizni Allohim bizlarga berdi. Allohim baxting ham oy yuzing kabi porloq bo'lsin. Yuzingda tabassum arimasin deya sen bizning yonimizda bo'lmasang ham har doim yuragimizdasan deganlar. Seni bag'rimizga bosolmaganimizga 3 yil bo'ldi, qizim. Bu 3 yilda sening katta bo'lganingni, kasal bo'lganingda, xursand bo'lganingda, onang ona deb yig'laganingda, sog'inganingda yoningda bo'la olmadik, qizim. Bizlarni kechir. Bu yillarning hisobini qanday qilib ola olamiz? Biz ojiz, onang bilan dadangni kechirgin qizim. Sog'inchim jonimni jon sarak qildi. Yuragim qo'shib bag'rimni tildi. Xafasan juda ham, o'zim ham bildim. Musofir onangni, dadangni kechirgan qizim. Halol luqma bilan katta qilyapmiz. Osonmas, qiynalib ishlab kelyapmiz. O'zimizdan o'tganimizni o'zimiz bilyapmiz. Bizni kechirgin qizim, kechirgin. O'zimiz o'zga yurtlarda yurishimiz zo'r. Orzu, havas emas. Bilaman ko'pchilik to'g'ri yo'lda emas. Musofir dadangni, onangni kechirgin qizim. Bizga yetmaganing menga ham alam qiladi. Bemehr dadangni, bemehr onangni kechirgin. Musofir dadangni, onangni kechirgin qizim. Har kuni kutasan bilaman. Biz ham sog'indik bilib qo'y shuni. Tushimga ham kirasan har kuni.
ona deb ertak ayta olmasam, va'da bergan bu tug'ilgan kuningga kela olmadik qizim. Musofir dadangni, onangni kechirgin qizim. Ota-onam, qaynona-otam. Sizlardan ham kechirim so'rayman. Sizlarning yoningizda bo'la olmaganimiz uchun, xizmatingizni qila olmaganimiz uchun, sizlar kasal bo'lganda sizga qaray olmaganimiz uchun bizlarni kechiring deyilgan. Sizlarga xizmat qila olmadik. Duoyingizni ola olmadik. Allohdan sizlardan sihat salomatlik qolaversa, mana shu qizimni baxti omonligini so'rayman. Xudo xohlasa diydor ko'rishni nasib qilsin deya mana shu yerda duo qilib qolganlar. Albatta mana shu yerda musofir yurgan ota-onalari Matluba, Quvondiq akalarni bir bora qarshi chalib ularni haqiga dasturxonni boshida albatta duo qilib qo'yasizlar. Qo'yda qizimizga yana bir bora baxt, omad, sihat, salomatlik tilaymiz. Mana ulug' ayyomlarning birida, qo'shaloq bayramlarda tug'ilgan kunda mana shunday ajoyib yangi yil kunida tug'ilgan ekan mana. Xudo xohlasa endi mana shu shirindan shakar tortlarimizni qizimiz bilan birgalikda kesib qo'ysak, ha? Qani, yuring qizim, tort kesamiz. Yig'lamang. Mazza narsalarsiz, yuring. Kim kesadi? Qani, tortni kesib qo'yamiz. Yig'lamang, shu yerda qolasiz. Hozir Qorbobo ham keladi bu yerga. Qorbobo sizga sovg'alar olib qo'ygan. Ayaklardan korkarsın. Tegmeydi böyle. Ha, tortda yeb qo'yamiz. Bo'lmasa hozir ayaqlarga berib oladi. Mana shu ayg'ur xafa qildimi sizni? Umida? Qarang. Ha, ayağım yığılayapti mana. Qani olqishlab qo'yamiz. Qani Umida qizim, keling endi bu yoqqa. Qani ayaqlar. Sen orqaroqda turinglar. Hozir birgalikda o'ynaymiz bular bilan. Qaysi bir qo'rqitdi mana shuni? O'yinmi? Ana urdim. Bu yermi? Ana urdim. Bo'ldi. Endi chetroq turing. Yana uraymi? Ana yana urdim. Bo'ldi. Qo'rqmang. Qani endi ota-onangiz nomidan sizga bitta surpriz bor. Xo'pmi? Sizga otangiz, onangiz ajoyib sovg'a yuborgan. O'shani qabul qilib olamiz. Marhamat, topshiriq qo'yishlaringiz mumkin. Olqishlab turamiz. Qarsilan chalib qo'yamiz. Yarashib turganini qarang, siz yig'layapsiz. Qarsiyni eshitmayapti, yaxshilab chalamiz. Bora ham olsin deymiz yana bir bora.
Mana shu ayiqni sizga qoldirib ketamiz. Xo'pmi? O'ynab yotasan. Sizga qarab yotadi u. Hech kim xafa qildirmaydi sizga bor. Bo'lmasam qizimizga yana bir bora baxt, omad, sihat, salomatlik tilaymiz. Ilohim katta bo'lganda o'qishlarga kirib, ota-onasiga, eliga, yurtiga, prezidentiga foydasi tegadigan soliha bir ajoyib bir qiz bo'lib yetishsin. Ilohim shuni farz to'ylarda o'sha katta to'ylarda ham hammamiz jamil-jam bo'lib mana shunaqa yaxshi niyatlar bilan tabriklab o'tirish nasib etsin deymiz. Bo'lmasam ajoyib tilaklarni, istaklarni onajon o'zingiz boshlab berasiz bo'lmasam. Marhamat. Muborak bo'lsin yangi yilda ham. Marhamat. Güzel kadar çıktı. Sanki bağlamın hakikatini görsün. Hemen saçına kullanacak, bayramak kullanmaya gelirsin. Hemen okyan kullanacak, iyiyse. Katta rahmat deymiz. Marhamat. Mana Umidjon qizimning tug'ilgan kuniga Xudoyim shu qizim 100 yoshlarga kirib birga opasi bilan akasi eson-omon o'ynab kulib, Xudoyim undagi yilga tug'ilgan kunlarida birga hammamiz jam-jam o'tirib tabriklamak nasib etgan. Xudoyim shu enasining otasi sog' bo'lgan, yaqinda hamma o'ynab kulib yurgan. Xudoyim shu qizim o'qimishda bilimli qiz bo'lgan, el-yurtga hurmatlar tegadigan faydar Katta rahmat deymiz ajoyib tilaklar uchun. Qurbon bola ikkita o'tdi-ku. Ikkalasini oldi. Abdullajonina muborak bo'lsin mana shunaqangi shukrona kunlar. Yangi yillar muborak bo'lsin. Seni tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Doim o'qigan qiz bo'lib yurgaysan. Bir o'qimishli, erga kunga ordoqli qiz bo'lib yetishgaysan. Enamni, otamni, qarindosh urug'imni hammasini bir suyanchiq xalq bo'lib yurgaysan eldimizda. Xudoyim aman esan, to'lib toshib kelgay dedang bilan opam. Sana bir qo'l ukay olib kelgay, bu toza yillarda tilayman shuni. Yetiravergay Xudoyim sog'lik, salomatlik bilan. Buni kommunizmli enasi, otasi ham sog' bo'lsin. Ularning ham minnati bor, egovlab minnat etdilar bu farzandga. Xudoyim shularning yaxshi kunini ko'rib bizlar ham quvonib birgaymiz. Sizlarga da rahmat. Sizlardan Xudoyim shunday vaqtliq, cho'g'liq yo'lliqlarga yetirgay. Toza yillarga yetirgay, sog'lik, salomatlik bilan. Eng yomon kunlarimiz shunday bo'lgan. Katta rahmat deymiz. Qani onajon, keling sizlar. Marhamat, muborak bo'lsin. Yaxshimlar bugun Umidjon qizimning eng quvonchli kunida o'tirgan ekanmiz. Birday quvonib Umidjon qizim ulqon qiz bo'lgan. O'zi istagancha yoshlarga chiqib, o'qishlarga kirib, yaxshi doktor bo'lib yurgay Xudoyim. Hammamizni yangi yil bilan tabriklayman. Yurishim kerak. Xudoyim sizlardan tabriklayman. Qizimjonni, kelinlarimni, aqlarimni, cho'loqlarimni ben yangi yil bilan tabriklayman. Hammani shunday bayramlarni ko'pini ko'rib yurgay Xudoyim. Hammani. Katta rahmat deymiz. Ajoyib tilaklar uchun bitta qarsiylarni chalib qo'yamiz. Qani keling-da yaxshi niyatlarni, istaklarni bildirmoqchi bo'lgan. Ota, keling. Keling, Xudoyor aka. Keling. Muborak bo'lsin deymiz.
Rahmet. Bir kızım okum kız bu. Vaktimize soğuk. Toylarını koyup nasip ettim. Yalan mı ya? Katta rahmat deymiz. Qani marhamat tilaylarni yana bildirmoqchi bo'lganlar. Kelinglar. Yangi yil tabriklari qolaversa, bugun bayram qo'shaloq. Marhamat. Assalomu alaykum hammangizga. Bunday qizimni tabriklayman. Shunday chiroyli tug'ilgan kunlar bilan. Xudoyim ulug' qiz bo'lsin. Xudoyim uzoq yosh bersin, o'qishlarga kirsin. Kelin qilib, uzatib, hammamiz quvonib o'tiramiz Yevropa. Matlubadan quvondiqdan tabriklayman. Xudoyim izidan ulug'lari bo'lgan, qizlari bo'lgan, ammo eson kiyganlar ular ham uzoqlikda yuribdi, musofirda o'qdi. Ulardan tabriklayman. Qolaversa hammangizga yangi yil bilan tabriklayman. Bu yangi yil hammamizni uylarimizga omad, quvonch, baxt olib kelsin. Eng omadli yillarimizni boshlanishi bo'lsin, Xudoyim. Tabriklayman. Zavraqa. Katta rahmat deymiz, muborak bo'lsin. Marhamat. Umida qizim tabriklayman. Xudoyim 100 yoshlarga kirgaysan, Xudoyim. 100 yoshlarga kirib, ulug' qiz bo'lib, Xudoyim uzoq baxtli davlatli, uzoq umr bergan bo'lgan Xudoyim. O'qishlarga kirib ketgaysan. Apasidan dadasi sog' salomat o'ynab kulib, qon-qonchini to'ldirib, shu uylarda yashab o'tishlarni nasib etgan Xudoyim. Baxtli qiz bo'lasan, Xudoyim. Tabriklayman Umida qizim, 100 yoshlarga kirgaysan. Ata-yana orzu qilganday farzand bo'lgaysan, Xudoyim. Yangi yillar bilan tabriklayman barimizni. Katta rahmat. Qani yana bormilar tilaklarni bildirmoqchi bo'lgan? Qani kelinglar. Hammasimi? Hamma keldi, hamma keldi dedik-ku, ha? Muborak bo'lsin. Umida singlimni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Hamisha opasini, akasini baxtini sog' salomat bo'lib yursin. Enasini tabriklayman. Katta rahmat deymiz. Bo'ldilarmi? Tilaklarni bildirmoqchi bo'lganlar bormilar yana? Qani. Bormi yana? Bo'lmasa, yana bir bora baxt, omad, mustahkam sog'lik tilaymiz. Ilohim oldimizdagi yil bundan da ajoyib yil bo'lsin. Kelasi yil Xudo xohlasa keyingi yangi yillarda ham ota-onasi bilan birgalikda tabriklar, inshaalloh o'tirish nasib aylasin deymiz. Bo'lmasa bugun quvonchli kun, kayfiyatni ko'tarib, jo'sh bo'lganmiz. Yangi yil barchangizga muborak bo'lsin. Marhamat qo'shiqlarimiz sizlar uchun.
şakıdakından, şakılmadan kıyalından. Yüzün ıslınalıdır, bakışın can ağlıdır. O yüzün ıslınalıdır, bakışın can ağlıdır. Ramzengine olsalıdır, sen nazik dillerinden. Ramzengine olsalıdır, sen nazik dillerinden. Şak 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 şakıdakından, şakılmadan parmağından. Şak 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 şakıdakından, şakılmadan kıyalından. Neler görsen bu ahvalda, sensiz kalsam gözüm yolda. Neler görsen bu ahvalda, sensiz kalsam gözüm yolda. Ay yüzüne bakma bende, bıraktı kullarından. Ay yüzüne bakma bende, bıraktı kullarından. Şak 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 şakıdakından, şakıldakan parmağından. Gel şak 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 şakıdakından, şakıldakan kayağından. Endi jo'shib o'ynagan akalar, opalar, singillar barchangizga yana bir bora mana shunday shukrona kunlar, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin deymiz. Qolaversa yangi yillar muborak bo'lsin deymiz. Umida qizimizga baxt tilaymiz yana bir bora. Ilohim ota-onasi istaganday, ota-onasi niyat qilganday farzand bo'lib yetishsin deymiz. Bo'lmasam barchangizga yangi yillar muborak bo'lsin deymiz, yaxshi o'tkazinglar deymiz. Tabrik loyihasi o'z nihoyasiga yetdi. Niyat aytaman, tilak aytaman deganlar bo'lsa, yana bir bora so'raymiz. Albatta mana shu yerda bizlar bilan videolarga tarixga muhrlanib turadi. Albatta o'zlaringiz ko'rib o'tirasizlar. Bo'ldilarmi? Bir oilaviy qolaversa yaqinlar bilan, qarindoshlar bilan bir esdalik rasmga tushib qo'yamiz, ha? Kelinglar barchangiz.